Maydon markazida Paxtakor futbolchilari to'pni egallab olishdi va bu Lukka edi. Chap qanotda hech kim yopmadi. 5 Resan Trivela bilan pas, Igor Sergeyev 3-0. 3-0 Paxtakor. Rezanning super uzatmasidan keyin Igor sezilib turibdi, Igor ancha formaga qaytib olgan. Mana shu vaziyat ham ko'rsatib turibdiki, avvalgidek gol his etish qoldi. Qandaydir bir rikoshetchalar, to'pning qaytib kelib tushishlari rol o'ynagandir, ammo mana qaniq 3 ta markaziylardan biri yoki 10 qanot Toshmirzayev ham pozitsiyada emas va ichkaridagi himoyachilar ham Igor Sergeyevni bo'shqa. Ma'lum edi-yu Bashar Resan o'sha zonaga pas berishi, lekin mana hamjihatlik kuzatilmadi bu yerda Neftchi futbolchilari orasida. Bugungi gollar orasida bunisi aynan